Oya oturing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shu yerga o'tirsam bo'ladimi? Ana bo'sh joy bor, Ya o'tirsiz. qarang, men u bo'sh joy emas. Gapni ochiq aytsam, men boshqa narsada keldim-da, oldingizga. Men bu yerga o'tirishim kelmadim bu yerga. Men hozir hayajonlanib ketyapman-da. Bir ko'rishdan sevgiga ishonasizmi? Yo'q. Mazza yaxshimi? Ya mazam yaxshi. Men to'g'ri aytsam, sizda anchadan beri orqangizdan jiribman-da. Muhabbatimga kurashgali, sevgim uchun jiraman deganman-da. Sevgimni himoya qilaman-da men. Men qizlar bilan gaplashmaganman. Shu hozir hayajonlanyapman-da. Go'sht yeysizmi? Go'sht nima daxli bor? Ya o'zi go'sht ovqat yeysizmi? Go'shtli ovqatlar. Hamma yeydi go'sht. Anavda Chorsuda Salohman ham Akmal degan bachcha borda, optim go'sht tarqata. Ular juda katta optimchilarda. Keyin hozir Cheldan ham Kugdola Miyat degan do'kon ochgan. O'zbekiston bo'yicha, Qashqadaryo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Narxi ham arzon, dashqat go'shtlari borda. Uni qayerdan bilamanman? Ya agar mahrga go'sht so'rasangiz, men 50 ta qo'chqar beraman deyapman-da. Menga turmushga chiqsangiz demoqchiman. Yo'q. 20 ta go'rka ham qo'shaman. Nima u? Go'rka bor-ku, tovuqning kattasi qo'q dedi. Odamlar qarayapti. Ya mayli, men sevgimcha kirish deb olasangiz 4 ta sir ham qo'shaman men. Endi vaqtimni topish uchun sizni orqangizdan keldim-da, men sizni kuzatib jiribman. Anocha kundan beri, qaysi kundan beri kuzatib jiribman-da. Sizni men juda qattiq qilib qolganman, sevib qolganman. Sevgim uchun yana ham kurashaman-da. Otingiz kim? Sabrina, meni otim Temirbekjon xonlarning nevarasi bo'laman. Ya to'g'risi mana. Toshtemir deydi-da, erkalab. To'g'ri aytsam, meni otim Po'lat. Temir bilan. Ya men erkalab Po'lat deydi-da, o'zi men kichanaligimda Shohruxxonga o'xshaganim uchun hamma meni Po'lat kinosidan chaqirib Po'lat deydi keyin. Shunga ana qisa agar telefon nomeringizni bera olasizmi? Yo'q, men begona odamga nomer beraman. Siz ertaga sevgingiz uchun kurashmaysizmi? Men agar hozir men ketib qolsam, baxtingiz yo'qolib qoladi. Keyin Men sizni sevmayman-ku. Ya hammasi to'ydan keyin bo'ladi-ku. Baxtingizni hozir qochirib qo'ysangiz, keyin yana topolmay qolasiz-da. Tushunasizmi? Men bir kelaman, keyin qaytib kelmayman. Men Vaqt qochiradi deb kelsa ketaverish kerak. ya kelsa ketavish kerak. Mana ko'zingiz juda chiroyli. Qarang, ko'zingiz ikkitami? Ikkita? Qorasi katta ekanda, qorasiga qarab aytaman. Ya to'g'risi, betingiz ham oppoq ekan, mana qo'llaringiz ham juda chiroyli ekanda. Agar xo'p desangiz, men bugundan boshlab sizga turmush quramiz ikkovimiz billa deb aytaman-da. Men to'g'risi bilan aytayapman hammasini. Tanasizmi? Qayerdansiz? Qashqadaryodanman men. Men ishonmaysiz, Qashqadaryodan siz uchun taksi pulini rasat qilib keldim, 106 ming pul. Qashqadaryoda men rasmim bor ekanmi? Yo, tishimda ko'rdim, tishimda ko'rganman sizni. Kechasi men tishimga uxlab yotganimda betimga suv sepib ketdingiz-ku. Kechani oldingini esladingizmi? Boshim ortib tashladi aka. Yo'q, men boshingizni og'ritmayman. Men boshingizni og'ritmayman. Oya oturing. Ya men hayajonlanyapman-da. Kelajakdagi farishtamni ko'rib qoldim-ku hozir. Siz men umr yo'llarimni tasavvur qilyapman. 5 ta o'g'limiz bo'ladi, 7 ta qizimiz bo'ladi, Xudo xolasa. Ya kammi? 10 ta o'g'limiz bo'ladi. Yo'q, men erim gapirmasligini qo'ying. Mayli, men gapirmayman to'ydan keyin. To'ygacha gapirib turaman-da. Xolasangiz Dubaydan shokolad apiraman. Shokolad. Agar yo'q desangiz, bog'am jintrasini anaga beraman mahrga. Ana qilaman. Yo'q, menga kerak emas, men yaxshi ko'rgan odamga degan. Qanday bilasiz yaxshi ko'rganingizni? Yaxshi ko'rib qolaman. Men yaxshi ko'ribman, jiddiy turaman. Jiddiy. Mayli, men vorman-da. Nimasiz? Vorman. Hech kimga aytmay yurganman-da. Problemalarning ichidan chiqib ketaman. Ya, siz ishonmaysizmi menga hali ham? Nimaga ishonay? Nima? Muhabbatga ishonasizmi? Muhabbatga ishonaman, lekin siz nima daxlingiz bor muhabbatga? Agar menga turmushga chiqmasangiz, men o'zimni o'zim o'ldiraman. O'sha bu oshib ketdi. Begona odam yoniga o'tirib, odam boshini og'ritib tashladingiz. Unaqa qilinmaydi, luboy qiz yoniga o'tirib olib, boshini og'ritib Ya, tashladi. men luboy qizmasizku, men yaxshi ko'rganim uchun o'tirdim oldingizga. Agar sevgimiz uchun. Yo'q, men charchadim. Ya qarang, eshiting. Men eshiting.